Muhtasham 100 yil haqida siz bilmagan qo'rqinchli faktlar. Nigor Xalfa rolini gavdalantirgan aktrisa g'alati tovushlar, ovozlar eshitganini aytadi va ancha roldan chiqolmaganini aytadi. Va biz sevgan Xurram rolini gavdalantirgan aktrisa ham g'alati tovushlar eshitganini aytadi. Aktrisa intervyusida hayotimda menga yomonlik tilaydigan insonlar paydo bo'lishni boshladi. Xuddi qahramonim Xurramni hayoti kabi deb javob beradi. Va aktrisa uxlayotganda har kechasi radio yoqilib ketib va u yerdan faqat bittagina musiqa qo'yilib ketishini aytgan. Eng qizig'i, xuddi shu voqealar Mehrimahni gavdalantirgan aktrisada ham bo'lgan, faqat unda televizor yonib ketgan. Ibrohim rolini gavdalantirgan aktyorni monolog paytida umuman ovozi chiqmay, ovozi yo'qolib qolgan. Sulton Sulaymonni rolini gavdalantirgan aktyor suratga olish paytida Sulton Sulaymonni ruhini sezgandek, xuddi u yonida turgandek his qilgan va unga ham g'ayritabiiy ovozlar eshitilgan. Menimcha eng g'ayritabiiy qo'rqinchligi bu Xurram Sultonni o'ziga yo'qolib qolgani. Serialda hamma taqinchoqlarni rostakamini ishlatishgan va shu Xurram Sultonni o'ziga 2 marta yo'qolib qolgan. Oxirgi marta yo'qolganda serialni suratga olish umuman tugab bo'lgan. Hamma uzukni istab, oxiri uzukni Sulton Sulaymonni o'zini xonasini tortmasida topishgan. Agar videom yoqqan bo'lsa, like bosish esingizdan chiqmasin. Yana shunaqa videolar chiqishini xohlasanglar, kommentariyaga plus qo'yish esingizdan chiqmasin. Hammaga xayr.